Dubayskiy shokolad yeb ko'rmaganlar qalban birgamiz. Men dubayskiy morojenidan yeb ko'rdim. Shunaqa mazasi zo'r fistashkali ekan. Bunisi ham fistashkali dubayskiy morojeniy juda ham yoqdi. Ikkalasini ham ta'mi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Biza kecha uydagilarim bilan kechki payt Seul Mallga borib shunaqa morojenilar, desertlar har xilini yeb ko'rdik. Mondoga borib, bu 1988-yilda ochilgan bo'lib, 40 tadan oshiq filiali bor ekan. Biz именно Seul Mallda filialiga bordik qizlar, sababi u yerda aylanib, atmosferada bolalarni ham aylantirib kelishdi va maza qilib o'tirib keldik. Oyijon bilan onamlarni olib va farzandlarimni olib aylanib keldik. Shunaqa zo'r, svejiy hamma narsaligi esa farzandlarimga ham juda ham yoqdi. Morojenilarning turini ko'rsanglar, har xil bir xohlasanglar saboyga shunaqalardan olsanglar bo'ladi. Hammasini mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Men ham uyga saboy qilib oldim. Xohlasanglar shu yerda o'tirib, xohlaganinglarni yesanglar bo'ladi. Shunaqa kataloglar bor ekan. Men dubayskiy shokoladiga gap bo'lishi mumkin emas. Katalogdan o'zinglar tanlaganinglarni xohlaganinglardek qilib berishadi. Juda ham atmosfera chiroyli, undan tashqari juda ham gigiyenaga rioya qilishar ekan. Xohlasanglar ikkinchi etajda ham joylari bor. Muzdekina maza qilib o'tirasizlar. Xohlasanglar fontanni tomosha qilib, ko'chada o'tirsanglar ham bo'ladi. Bemalol kelib, sizlar ham maza qilib dam olib ketinglar.